oddiy qazi emas, sur qazi. Wow, kartali qazi va molli oq tili. Dunyodagi eng kuchli 3 xil go'sht mahsulotini yeb ko'ramiz. Wow, sur qazi boshqacharoq bo'lar ekan ko'rinish. Xo'sh, yeb ko'ramiz, bismillah. Xo'sh, sur qazini oddiy qazidan uncha farq qilolmadim. Balki mazginadan keyin kuchini ko'proq sezarman. Qazi doim qazi menga juda ham yoqdi. Xo'sh, keyingisi kartali qazi. Kartani o'zini yeb ko'rganman, lekin qaziligini yemagan ekanman. Aytishadi-ku, qazi karta, mashi. Xo'sh, kesib ko'ramiz. Wow, kartali qazi. Wow. O'zimning shaxsiy fikrimni aytaman, menimcha ko'plar menga qo'shiladi. Qazi karta bilan mazali ketar ekan. Xo'sh, va eng oxirgisi molli oq tili. Wow, chiroyliligini. Wow. Xo'sh, yeb ko'ramiz. Til go'shtining ta'mi juda kuchli. Menga shaxsan yoqdi va foydali bo'lgandek bo'ldi. Videoni quvvat kerak bo'lgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.